Uyga borsam, dadam so'radi. Nima bo'ldi o'qishing? Dedi, kirolmadim dedim. Sen nima uchun o'qishga kirolmading? Aytaymi dedi. Nima uchun kirolmadim dada desam, mana hovli etagida turgan mol seni o'qishga kirishingga harakat qilyapti bolam. Agar men shu molni sotib yuborsak, yo'ling ochib ketadi bolam dedi. Aytdim, molni nima aloqasi bor deyman? Lekin kattalarni bilgan ekan, keyingi yilga molni sotib yubordik. Bugun zo'r muxlislar ketdi. Yarimidan tushunyapsizlar-a? Bugungi tayyorlagan narsalarim hammasini yarmini aytib beraymi? Shu molni sotib yubordik, o'qishga kirib ketdim-ey. Oy, dadam o'qishga tayyorlanyapman desam, molni boqimdan ko'ra derdi-da. Endi tushundim dadam nimaga bunaqa deganini. Lekin baribir alam qildi. Men shuncha mehnat qilib, shuncha iste'dodim bilan, shuncha talentim bilan kirolmagan o'qishimga meni mol olib kirib qo'ydi. Men shuncha iste'dodim bilan molchalik bo'lmabman-da. O'shandan keyin molga hurmatim oshdi. Yaqinda bittasi to'yga aytayapti. Avozoxim falon joyga to'yga kelib kelsangiz qancha bo'ladi deydi. Shuncha bo'ladi aka desam, fermer ekan. Yo'q, avozoxim, bitta molni puli-yu deydi. Aytdim aka, o'sha mol bizni artist qilgan dedim. Tag'in ham men arzonaman dedim. Yo'q deydi. Mana Alisher Fayz chaqirsa qancha bo'ladi deydi. 4 ta mol bo'ladi dedim. Botir Qodirovchi deydi, 6 ta mol dedim. Yulduz Usmonova qancha deydi? Bitta dedim. Bitta molmi? Yo, bitta ferma dedim. 2 kishi o'qiymiz. Teatralistda. Bitta kursda 2 kishi o'qiymiz. Kursdoshim starista, men zam starista. Ikkalamiz bitta partada o'tiramiz. Agar